Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, musofirdagi mehribon insonlar. Men shu kasallik bilan ancha paytdan buyon yashab kelyapman. Menda buyrak yetishmovchiligi degan tashxisi qo'yilgan bo'lib, hozir ana shu apparat bilan yashashga majbur bo'lyapman. Bu apparat sun'iy buyrak vazifasini bajaradi. Man vaqtincha yashashimni ta'minlab beryapti. Menga boshqa buyrak o'tkazish kerak. Ozgina mablag' yetmay qoldi. Donor topildi-yu, mablag' yetmayapti. Sizlardan iltimos, shu muborak Ramazon oyida yordam berishingizni so'rayman. Meni shu azoblardan qutqarishingizni iltimos qilaman. 2 yosh bolam bor. O'zim ham hali ancha yoshman. Agar buyrak qo'yishsa yashab ketishimga imkon bor ekan. Allohim mendan qaytmasa ham doimdan qaytsin sizlarga.